Akalar, hozir men Sportivniyda Tepaqo'rg'on qabristoni yonida turibman. Sizlarga bitta shunaqangi menyu ko'rsataman. Aniq hayron qolasizlar. Bunaqangi set menyu menimcha Qo'qonda bo'lmasa kerak. Tayyormisizlar? Ketdik. Zo'r mahsulotlar ekan. Hozir menyularida ko'p ekan. Hozir 3 xilini ko'rsatishdi. Mandi, biftek va asarti ovqatlari yoniga qaranglar. Bitta salati, 4dan 1 non, qoshiq, vilka, zubachiska, salfetkalarigacha qo'shib berishar ekan. Mana shunaqangi kokteyllari ham bor ekan Imona Fooddan. 12 ming so'mdan bu setimizga kelsak, akalar, mana shu setimiz 25 ming so'm. Menimcha bunaqangi tanlov Qo'qonda bo'lmasa kerak. Narxlari ham arzon, sifati ham yaxshi. Manziliga kelsak, akalar, Sportivniy ko'chasida Kavsar marketdan o'tganda Tepaqo'rg'on qabristonining shunday yonida joylashgan Imona Food. Bemalol akalar kelaverasizlar. Meni o'zim ham klient bo'ldim. Nimaga? Chunki men o'zim ham zalga chiqaman. Zalda akalarimiz bilishadi. Bitaniga qattiq qaraladi. Dastavkalari ham bor ekan. Xohlagan joylaringga yetkazib berishadi. Bemalol nomerlarini yozib qo'yaman, zakaz qilaverasizlar telefon qilib.